Hurmatli obunachilar, asakalik arzonchini bugun topib olganmiz, ya'ni juma aksiyasini qilib beradi sizlarga inshaalloh. 30 bosh bunaqangi nasldor buqalarimiz va Qirg'iziston buqalarimiz bor. Xo'p, Qirg'iziston buqalarimiz nechta edi Zuhriddin aka? Aka 7 ta Qirg'iziston buqani kattaroqlari bor aka. Hop. Naryoqda bir 7 ta kichikroqlari bor aka. Maydaroqlari. Xo'p. 18, 19, 20 millionliklari ham. Ha, mana rangli mollarimiz. Rangli mollarimiz 30 dona 20 milliondan boshlab aka 4 tasi 25 milliondan tanlab oladigan. Hammasi bir joyga 23 milliondan ketaveradi aka. Mana bir qator ko'rsatib berasiz. Akalar, bir joyda olsangiz 23 milliondan paltarashga buqa, patsos buqa emas akalar. Ondan biri 20 ga dor bo'lgan buqalar. Mana shu aytilgan gapning ichida 1 metrli mol bo'lsa qolaveradi, narx o'zgarmagan. 1 metrli mol umuman yo'q buning ichida, xudo xolasa. Mana akalar. Yeyish-ichish sog'lomligichi? Aka, yashuriga ham javob beramiz bu mollarda aka. 3 kun ichida aytib qo'yasiz, bir haftaga savol javob qilinadi akalar. Behijolat. Kimgadir qiziq bo'lsa, Andijon viloyati Asaka tumani Fayzobod hududiga yaqin joyda Zuhriddin akamizdan xudo xolasa akalar sotiladigan yangi partiya buqalarimiz. Ekranda nomerlar bor yoki to'liq videosi YouTube'dagi Muhiddin kanalimizda o'tib ko'rib batafsil ma'lumotlarni olasizlar. Akalar, bitta-bitta laykni bosib qo'yamiz.